Beshinchi foyda. Delfin ovozasi. Omma yomoni. Sizni doim shu bilan aldashga harakat qilishadi. Marketingda delfin ovozasi degan instrument bor. Inglizcha har xil atamalar bilan yozilgan. Men delfin ovozasi deb tarjima qildim. Shu instrument bilan odamlarni aldashga harakat qilishadi. Avval buni kelib chiqishini aytaman, keyin unga 3 ta misol keltiraman. To'shni tushunasiz. Mana odamlar ichida delfin odamni qutqaradi degan mif bor. Bu necha yillar avval kimdir bittasini qutqarilishiga sababchi bo'lib qolgan ekan. Shuni bu odam chiqib meni delfin qutqardi deb hamma yoqqa ovoz qilib yuborgan ekan. O'zi aslida olimlar tadqiqot qilgan undan keyin delfin qutqarmas ekan odamlarni. U o'lib ketar ekan odamlar. Shu bittasiga sababchi bo'lib qolgan ekan. Endi buni nima sizni aldanishingizga daxli bor desangiz, birinchi o'rinda soxta tabiblar, tibbiyotdagi vijdonsiz odamlar shu usul bilan odamlarni aldaydi. Ular minglab odamlarga o'z muolajasini ko'rsatadi, lekin ichidan 3 ta 4 tasiga ta'sir qiladi. Tasavvur qiling, men bitta qo'yruqmalarni maydalab 100 ta kasalga ichirsam, endi psixik tomondan 3 ta 4 tasi davo topib ketami? Undan tashqari mendan boshqa odamlardan o'zi davolanib sabr qilmasdan menga ham kelgan bo'lishi mumkinmi? O'zi ashlarning davosi nima bo'lib ketgan. Shu bilan haligi 3 ta 4 ta davolanib ketgan odamni olaman ekanda hammaga reklama qilaman. Bana men qo'yruqmalar bilan davolab bordim deb. Endi ona qolgan davolanmagan odamlar delfin qutqarmasdan cho'kib o'lib ketgandaqa bular indashmaydi. Shu bilan men zo'r tabib bo'lib ketaman. Ikkinchi soha qimor va lotereyalar. Bunda ham bitta odamga yutuq berishadi-da, to'y qilib nishonlashadi, hammaga ovoza qilishadi. Uni ortidan 100 minglagan odamlar yutkizgan, uni ichida nechtasi o'zini o'zi osib qo'ygan bo'ladi, boshqa bo'ladi. U bilan birodar ishi yo'q. Lekin bitta yutib olganda butun olamga jar solib ko'rsatishadi. Shu bilan mana hamma yutyapti deb o'ylaysiz. Uchinchisi bor. Biznes treyning, har xil onlayn treyninglar, semirish, ozish, psixologiya deydi. Bular ham ashtaqa 5 ta 10 tasiga yordami tekkan haqiqatdan. Shularni olib chiqib ko'rsataveradi, nariyada nechtasiga yordami tegmagan. To'g'ri, bularning hammasi ham shunaqa demoqchi emasman, lekin asosan shunaqa bo'ladi. Xullas, endi bunaqa narsalarga siz aldanmang va aldanayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.